Gulchehra qani? Jonga tegib ketdinglar-ku. Dastinglardan tinchlik bormi, yo'qmi o'zi? Ha? Bu nima yana qonmi? Nima bu kraskami? Nima oqizdinglar? Hammomni shiftini dabdalasi chiqdi-ku. Yana remont qilishim kerakmi? O'zingiz qilib berasiz bu safar. Tushundingizmi? Nima edi? Nima edi? Bu nima deganingiz? Qarab turishini-chi. Bunga gapirganning foydasi yo'q. Sadqaga odam ketay.
g'alaba sharq. Sharq, g'alaba sharq. Sharq aloqada. Manzil qayerda edi? Ma'lumotnomada yozilgan. Ha, Topdim. tushunarli. Aloqani uzaman. Xo'p. Abduvali Nosirovga ayting, menga Xo'p, hujjatlarni olib kelsin. O'rta boshliq, sizni oldingizga chiqishdi. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Tinchlik tinchlikmi? Yaxshimisiz? Ha. Kechirasiz. Hamma hujjatlar joyidami? Mana pasportlar. Marat aka sizga hech narsa demagan? Yo'q. Qormanglar qizlar. Alaykum assalom. Qayerga ketyapsizlar? Dubayga. Dubayga? Nega? Ishlagani. Nima ish qilasizlar Dubayda? Ayrimlar bola qaragani, ayrimlar esa restoranlarda, kafelarda ishlagani ketyapmiz. Ha, haligi qizlardanman-da. Voy. Meni ham uyimda xuddi shunaqa ishlarga xizmatchi kerak edi. Qo'lingizni torting. Chet elga ketayotgan hamma qizlar ham shunaqa bo'lavermaydi. Hop, asabiylashmang. Qani bir tekshirib ko'raylikchi. Yaxshi. Sizni hujjatlaringizni ko'rib qo'ysak bo'ladimi, o'rtoq haydovchi? Yo'q, o'tkazib yubora olmayman. O'tkazavering, aka. Biroq xizmati bo'lsa aytavering, o'zim turib beraman. Yo'q. Iloji yo'q. Bizni ham to'g'ri tushuning, rasmiyatchilik. Hujjatlarni shunday tekshiramiz. Agar menga ishonmayotgan bo'lsangiz, erkin so'z. Qo'lingizni oling. Xizmatdagi odamman. Aka, bir daqiqaga to'xtang, hozir hammasini tushuntirib beraman. Alo. Alo. Chegara postida hamma hujjatlarni olib qo'yishdi. Xo'p, nega bu gapni menga aytyapsan? Boshqa kimga aytay bo'lmasa? Men senga nima uchun pul to'layapman o'zi? Berayotgan pulingizni pesh qilavermang endi. Abror qayerda? Bilganimda sizga qo'ng'iroq qilib Tez top uni. Axir uni topa olmayapman. Abror ham aytmagan qayerdaligini. Nima sen qarab turaverdingmi? Axir oldingilarni qanday o'tkazarding? Marat aka o'tkazib berardi. Unda top o'sha Majid aka. Pulini olgandan keyin halolasin-da. Agar biror nima bo'ladigan bo'lsa, hamma zararni o'zing to'laysan. Nega endi men? Tushunarlimi? Abrorchi? U meni aslo qiziqtirmaydi. Bu yog'i seni muammoing. Alo, Marat aka. Labay Surat. Haligi bu yerda qanaqadir muammolar bo'lyapti. Yanlarga bu ishlaring kerak emas. Ortiqcha meni aralashtirmalaring deganmidim. Shunday ekan, boshqa meni bezovta qilma. Qo'ng'iroq qilishni umuman yodingdan chiqar. Voy, iflos. Mana hujjatlaringiz, hammasi joyida. Oq yo'l. Tavba, shunaqa shubhali odamga o'xshaymizmi? Hozir. Kim? Bu men Zarofatman. Assalomu alaykum. Kir ichkariga. Tinchlikmi? Yaxshimisiz, opa? Yomon deganim bilan yordam berish qo'lingdan kelarmidi? Faqat tezroq gapir.
Opa, bu To'xtab tur. Hammasi jonga tegib ketdi. Yana nima gap? Marat aka meni aralashtirmalaring deyapti. Voy, axir og'zini yopmaganmiding uni? Marat aka bilan men emas, Abror gaplashgan. Abrorning esa o'zi yo'qolib qolgan, hech qayerdan topilmayapti. Menga qara. Sen o'z ulushingni olib bo'lgansan. Shu bois o'zing bu yog'ini to'g'irla. Tushunarlimi? Opa, axir siz voy, tovuq miya. tinchlikmi opa? Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yo'q-ku. Yaxshimanmi, yomonmanmi, nima edi? Nega kelding yana? Haligi axir o'zingiz bilasiz. U Tushunarli. Yaxshiyamki vaqtlaringga men borman. Ol. Yo'q, Aks yo'q. holda bilmadim nima bo'lardi. opa, o'zingiz bilasiz-ku. Opa, nega kayfiyatingiz yo'q? Bo'ldi qil, mana yetadimi bugunga? Shu bugun tinch qo'ygan meni. Shundoq ham Opajon. tashvishlarim yetib ortib Opa, turibdi. qo'ying. Menga qara, boshim og'rib turibdi. Bor ket. Bor ket. Hozir. Seni ham muammolaringni eshitishga toqatim yo'q. Opa, Qo'y qiz, asabimni ham sabrimni ham sinama. Bor ket dedim senga, nimaga gapni tushunmaysan? Bor yo'qol. Sen kabli qilyotganding o'zi. Xo'sh, kayfiyatni tushunmaymiz. Davom etamiz, davom etamiz, davom etamiz kerak do'stlar. Faxriddin aka. Xo'p, eshitinglar. Hozir Shahnozaxonni tabriklash uchun so'z navbatini bugun kechamizning go'zal va latofatli mehmoni Sarvinozxonga bersak. menga Albatta. eshitamiz. Nima desam ekan? Men o'rtog'im Shahnoza haqida faqat yaxshi narsalarni gapirishim mumkin. Risoladagidek oilasi, mehribon, asosiysi uni tushunadigan turmush o'rtog'i. 2 nafar shirindan shakar farzandi, sevgan ishi bor. Nima, lekin bu haqiqat. Bir insonni baxtli bo'lishi uchun bundan ortiq yana nima kerak? Faqat hayotdan zavqlanib yashash. Albatta, to'g'ri aytasiz. Ana shu zavqni senga tilayman. Har doim hayotdan zavqlanib yasha. Rahmat. Zo'r tilak bo'ldi. Lekin meni ham sizga aytadigan tilagim bor, Sarvinozxon. Eshitamiz. Eshitinglar. Xo'sh. Shuncha yurganingiz yetar endi, bo'ldi-da. Ha, ish o'z yo'liga. Ayoldir, erkakdir, baribir oila kerak. Qayoqqa borsangiz ham birinchi so'raydigan narsalari: "Xo'jayin yaxshilarmi? Bolalar katta bo'lyaptimi?" deb so'rashadi. Shunday ekan, oila muqaddas. Sarvinozxon, mana shu yerda o'tirgan qadrdonlar nomidan tezroq bir chiroyli, go'zal oilani bekasi bo'lishingizni tilab qolaman. Oho. Ha? Rahmat sizga. Qani, bekalarimiz uchun olamiz bu. Olamiz. Hozir. Kim u? Assalomu alaykum, Mahmudjon, men Sherzodman. Voy Sherzodjon. Bolajonim, o'zim o'rgilay sendan. Kekir. Nima qilib ovora bo'lib yuribsan? Oyim sizga bervoruvdilar, issig'ida yeb olarkansiz. Sherzodjon, bitta o'zim yemay. Menga sherik bo'lasanmi? Mayli. Men hozir idishlarga solaman.
Shunday qilib, agar o'sha kuni olib bormaganingizda, sizni o'ldirib yuborishardi. Shunaqami? Nega jimsiz? Gapiring. Ular shu ishni nima uchun sizga topshirishdi? Meni shu savol qiziqtiryapti. Meni qizim bor, voyaga yetmagan. Men sizdan qizingiz haqida so'ramayapman. Rostini ayting. Men ham rost aytyapman. G'alaba, aloqaga chiqing, g'alaba. Qarshi, g'alaba aloqada. Sirg'ali tumanidagi temir zavodini nazoratga olinglar. Aloqa tamom. Tushunarli, Qarshi, nazoratga olamiz. Xo'p. Demak, qizim bor deng. Ey. Menga qara. Qizi bor faqat sen emassan. Nima uchun seni qizingga ular yopishgan? Bilmayman. Ishni o'zing og'irlashtiryapsan. Mayli. O'zing shuni xohlading. Sarvinoz, nega vaqtli ketib qoldingiz? Men sizdan ancha erta kelgandim. Keyin ertaga qiladigan ishlarim ham ko'p. Hammasiga ulgurishim kerak. Mijozingiz bo'lib borsa maylimi? Mayli. Voy, Farhod, uzr kuttirib qo'ymadimmi? Sizni bir umr kutishga ham tayyorman. Shunaqa deng. Keling, yordam beraman. Ha, mayli. Voy. Farhod. Bu yerga keling, men sizga bitta narsa ko'rsataman. Keling, keling. Bilasizmi, hozir sizga nima ko'rsataman? Siz bunaqasini hali ko'rmagansiz. Mana. Ko'rdingizmi? Qalay. Nima bu? Tilla zanjirmi? Bu kolye. Yoqdimi? Kimniki bu? Endi meniki bo'ladi. Dubayda bittasida ko'rib qoldim. Esim og'ib qolay dedi. Qarang, suratga oldim. Bu yerga olib kelib, zargarga berib yasattiryapman. Chiroyli-a? Chiroyli. Sizning bu nozikkina bo'yinchangizga faqat shunaqangi chiroyli taqinchoqlar yarashadi. Nahotki. Xushomadni ham qoyillatasiz-da. Farhod, haqiqiy jentelmensizda. Nima desangiz deng u, lekin bu xushomat emas. Haqiqat. Mohidil Po'latovna. Ha, Xurshida, kelaver. Nima demoqchi eding, gapir. Dubaydan qo'ng'iroq qilib, sizga tusha olishmayotgan ekan. Ha, boraver. Ovozsiz turgandi. Xo'p, bo'ladi.
Farhod, uzr. Bir daqiqa. Xo'p. Allo. Hammasi yaxshimi? Qachon yetib keladi? 4tami? Yaxshi, hamma xarajatlari to'langan-a? Aha. Yaxshi. Rahmat. Farhod, mollarim yo'lda. Kamazlar soni 4taga ko'paydi. Mebelni ham yo'lga qo'ymoqchiman. Zo'rsiz-ku. Biz erkak bo'lib turib, Kamazni ikkita qila olmayapmiz-ku. Sizga qoyil qolish kerak. Meni ham mollarim 3-4 kunda kelish kerak edi. Shunaqami? Lekin mana bu 4ta Kamaz bilan mebelni yuvish kerak. To'g'ri. Tushlik meni hisobimdan. Yo'q, aslida tushlikka men sizni taklif qilmoqchi edim. Siz ayol kishisiz-ku. Sizdek nazokatli, malohatli ayollar faqat taklif etilishga loyiqdirlar. Shunaqami? Farhod. Labay. Sizdagi bunaqa takallufni hech kim qila olmasa kerak. Tushlikkacha qiladigan ishlarim bor. Qaytgancha, tushlikdan keyin kelsangiz, sizga bir narsa ko'rsataman. Nima? Borganda ko'rasiz. Sirli gapirishni yaxshi ko'rasiz-da. Ichimni qizdirmasangiz-chi. Ha mayli, yaqinroq keling. Hech kimga hali aytmadim, lekin bilasiz, siz bilan hamma narsani bo'lishaman. Mayli, sizga ayta qolaman. Do'kon ochdim. Mebel do'koni. Ko'ring-chi, sizga ma'qul bo'larmikin? Xo'p, xo'p. Chaqirtirgan ekansiz? Kel Sarvinoz. Kel o'tir. Xo'sh. Shomansurovni o'limi yuzasidan qotilni izlashlari qanday ketyapti? Juda yaxshi ketyapti. Shomansurov o'sha kuni Angliya safari oldidan samolyotga chipta olishni aytib, uydan chiqib ketayotganida Mardikor Hikmatullayev Sardor ko'z oldida seyfni ochib, seyfdan 2000 AQSh dollarini olgan. Xo'sh, Mardikor Shomansurovning boyligiga ega chiqish maqsadida uni go'yoki kimdir qo'ng'iroq qilyapti-da, ortga chaqirib olgan. Shomansurov tabiiyki ortga qaytgan. Xo'sh. Undan keyin Shomansurov go'shakni ko'tarishi bilan Mardikor qorin va yurak sohasiga xontaxta ustida turgan pichoq bilan hamla qilgan. Keyin cho'ntagidagi seyfni kaliti va 2000 AQSh dollarini olib, seyfni ochgan hamda seyfda turgan 8000 AQSh dollari bilan 20 million so'm pulni olib, uyni tark etgan. Xo'sh, sen nimaga asoslanib aynan Mardikorni qotillikda ayblayapsan? Shomansurovning qo'shnisi o'sha kuni tomida televizorni antennasini tuzatayotgan bo'lgan va u Mardikorni Shomansurovni ortiga chaqirganini ko'rgan. Shomansurov qaytganini ko'rgan. Keyin esa oradan 10-15 daqiqa o'tganda, ya'ni o'sha 15-sentyabr kuni soat tushki taxminan 15 va 14 lar oralig'ida uydan qo'lida nimadir ko'tarib chiqib ketayotganini ko'rgan. Sening telefon haqida gapirgan gapingga qaytadigan bo'lsak, balki haqiqatan Shomansurovga kimdir qo'ng'iroq qilgandir, u kim bilandir gaplashgandir. Yo'q, Shomansurovga u paytda hech kim qo'ng'iroq qilmagan. Uni uy telefoniga soat 13:30 dan 15:00 gacha hech kim qo'ng'iroq qilmagan. Telefondagi kirish-chiqish qo'ng'iroqlari ro'yxatini oldim. Mana u. Hmm. 13:30 dan demak 15:00 gacha hech kim qo'ng'iroq qilmagan. Yaxshi, ishni davom ettiraver. Holat yuzasidan meni ogohlantirib tur. Xo'p. Ketishga ruxsatmi? Ruxsat.
Farhod, mollarim yo'lda. Kamazlar soni 4 taga ko'paydi. Oo, zo'rsiz-ku. Mebelni ham yo'lga qo'ymoqchiman. Biz erkak bo'lib turib, Kamazni ikkita qila olmayapmiz-ku. Sizga qoyil qolish kerak. Alo. Yaxshimisiz? Qayoqlardasiz? Assalomu alaykum, yaxshiman. O'zingiz yaxshimisiz? Mazam yo'q. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tuzagidingiz-ku? Yuragim kasal. Tug'mami? Qanaqa tug'ma? Tug'ma bo'lganda ham alam qilmasdi. Kuling. Kuling. Sizlarga faqat kulgi bo'lsa bo'ldi. Yo'q, Farhod, kulayotganim yo'q. Men o'ta jiddiyman. Sarvinoz. Eshitaman. Bunaqada meni kasal qilib qo'yishingiz hech gap emas. Shunaqa deng. Opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Nima qilib turibsan bu yerda sovuqda? Ishdan qaytayotgandim, shunga sizni ko'rib ketay dedim-da. Mayli, yur. Kir. Charchamadingizmi, opa? Yaxshiman. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Menga qarab ovqatlanasanmi? Ha, yo'q. Ketishim kerak, opa. Choy shart. Ha, yaxshi. O'zing bilasan. Men kiyimimni almashtirib chiqay. Xo'p. Opa. Ha. Faqat jahlingiz chiqmasin. Nima bo'ldi yana? Haligi kuyovingiz xorijga ketayotganida qarz olgandi-ku. Esingizda bo'lsa. Shuni foizi kundan kunga oshib ketyapti. Qarz bergan odam har kuni kelib eshigimni taqillatyapti, opa. Shu desangiz, ertaga oxirgi kun soat 1gacha yetkazib berishim kerak ekan. Shunga yana qarz berib tursiz, opa. Ha, anu tekinxo'ring. Pul yubormayaptimi? Yuboryaptilar. Qarzni 1,5 uzdik. Endi shu bor yo'g'i 600 qoldi-da. Bilasiz, katta oilamiz. Ro'zg'or ham katta, xarajat shunga yarasha katta bo'lyapti-da, opa. Meni sizdan boshqa hech kimim yo'q. Yordam qiling, opajon. Menga qara, men yuk olganman. Pulim qo'limda emas. Opajon. Opa, sizdan boshqa ishonganim yo'qdi. Menga qara, Zarofat. Seni bu muammolaring tugamas ekanda. Kir, gaplashaylik. Xo'p, opa. Sarvinoz.
Bunaqada meni kasal qilib qo'yasiz. Yosh bola emasmiz-ku. Sizni yoqtirib qolganimni juda yaxshi tushunib turibsiz. Hozir qayerdasiz? Borib olib kelaman. Baribir bir o'zim so'ppa yeb, qahvachi o'tiribman. Xo'sh, nima deysiz? Sarvinoz Tolipovna, mumkinmi? Kechirasiz. Sarvinoz Tolipovna. Siz haligacha ishda o'tiribsizmi? Ha, shunaqa. Rashkimi yomon meni aytib qo'yay. Yigitlar bilan ishlaysizmi deyman, ha? Menimcha erkak kishi ishlamaydigan ishxona bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Opajon, iltimos bir ilojini qiling. Kuyovingiz bilan gaplashaman. Oyning oxiriga pul jo'natadi. Qaytarib beraman pullaringizni. Oyni oxiriga jo'natamanmish. Qaytarib beramanmish. Menga pul kerak bo'lgan edi. Birortang bir so'm pul berganmiding? Nega unaqa deysiz? Opa, tushuning axir. Siz turganda ko'cha-kuydan begonalardan qarz so'rab yurmayman-ku. Iltimos yordam qiling. Qaytaraman shu pullaringizni yeb ketmayman. Yeb ketmaymanmish. 200-300 mingdan olib ketganingchi? Ular hisobmasmi? Meni jonimga tegib ketdi hammasi. Indamasam, hamma muammolaringni meni yelkamga yuklab qo'yasanlar. Nima qilay? Nima qilay, opa? Siz turganda ko'chada kim ham menga pul berardi? Birortang, opa kuningiz qanday o'tdi deb so'rayapsanlarmi? Men qarz ko'tarib biznes boshlaganimda qaysi biring yordam berding? Hattoki mashinani sotib pulini bering deganimda o'z onam bermadi. Doim shu mashinani gapirasiz. Onam sizga tushuntirdilar-ku, nima sababdan bermaganliklarini, opa? Bo'pti. Xo'sh, aytchi. O'sha shalog'i chiqib ketgan mashinani kim haydayapti hozir? Hech kim. Yotibdi-yu garajda. Qarzga kirib, botqoqqa botganimda qaysi biring kelib holimdan xabar olding? Endi o'zimni o'nglab olib, qo'limga 1-2 so'm pul tushganida opalaring borligi esingga tushib qoldimi? Padariga 1000 la'nat o'sha mashinani. 1000 la'nat. Nima? Opa o'sha mashinani men olib oldimmi? Men minib yuribmanmi? Yoki opamga berma deb onamga men aytdim, opa? Nega qo'ymaysiz? Bo'ldi, qil, menga qara. Senlar faqat pul undirishni bilasanlar. Boshqa narsa qo'lingdan kelmaydi.